Salom do'stlar, sizlar bilan Mo'min Mirzo. Xo'sh bolalar, biz ekinlar o'sib ketibdi. Hozir bizlar bu yoqdan qilamiz. Mana somonlar ko'p ekan. Hozir bularni qaytadan ekib qo'ysak, keyingi yilgacha o'sib turadi. Ha, charchab ketdim ey. Shunchalik ham uzoq qishloq bo'ladimi? Kim gapiryapti? Hoy, kim deb boqma. Siz kimsiz? Hoy, tanimayapsan, men hokim qanqa? Hokim janoblari, bizning qishlog'imizda nima qilyapsiz? Xabaring yo'qmi? Yo'q. Axir sizlarga xat tashlab qo'yganman-ku pochtalanga. Qani ko'raylikchi? Men ko'rganim yo'q-da. Yo, uzr. Xo'sh, bizning qishlog'imizga nimaga tashrif buyurdingiz? Sizlarning qishloqlaring ancha eski. Men bu yerni shahar qilmoqchiman. Yo'q, bizning aholimiz bunga yo'l qo'ymaydi. Bo'lmasam keling, siz buni o'ylab ko'ring. Biz qishloqni o'zgartiramiz. Mana bu uy kimniki? Mening do'stimniki va mening bu uyga indamayman. Juda ham zo'r uy ekan. Ha, bo'ldi, shunaqada o'zgartiramiz. Bo'pti. Bu soatda o'zgarmasa, bu yerni shahar qilamiz. Ha, bo'pti. Xayr. Do'stlar, hokim bizning qishlog'imizni nimaga buzishga qarab qoldi? Men bunga yo'l qo'ymayman. Pidik ham uxlayotgandir. Xo'sh, hamsiyamni ko'rib kelaychi. Xo'sh, hamsiyam uydamikan? Xo'sh, buni shunaqa qilsak, so'q bo'ladi. Voy, mana shunday. Eshiging ochiq ekan, kirdim. Salom do'stim. Qandaysan? Yaxshi. Nima qilayotganing? O'zim Pidik, Firuzjon. Qishlog'imizni o'zgartirmasak bo'lmaydi. Hokim kelibdi. Qishlog'imizga nima qilibdi? Bizning qishlog'imizni buzmoqchi, doim shahar qurmoqchi. Biz qanday qilamiz? Meni uyimdimi? Hamma uylarda. Sening uying unga yoqibdi. Nima qilamiz? Bilmayman. Yur, bo'lmasam qishloqni o'zgartiramiz. Unda biz mikrofonni, kamerani qilganimizdan keyin yo'qamiz. Yur, oldin bir aylanib kelaylik. Hokim beylar portlatibdi. Deyarli yarmini portlatibdi. Bu yerni tez. Biz eski uylardan narsalar olishimiz kerak. Voy. Kepidik. Mana kirdim men. Xo'sh. Video. Bu mening uyimga o'xshab ketgan bu uy. Ha. Firuzjon, tetiz yur, daraxt chopishimiz kerak. Bizlarga kreativ kerak. Menda bobomning kirkasi bor, temir kirka. Shuni yo'g'ey? Ha. Bizlar uni kreativga sotib olsak bo'ladi. Ha, albatta. Hozir men uyimga boray. Sen shu yerda turib tur, Firuzjon. Xo'p. Xo'sh do'stlar, biz kreativ sotib olamiz ham bu qishloqni o'zgartiramiz. Xo'sh. Mana mening kirkam. Mana bolalar ishtonni kiyib olay. Firuzjon, mana kirkam. Qani? Mana temir. Vau. Hali ishlamagan, yangi. Juda ham havasim kelyapti. Qayerda kreativ sotib oladigan joy bor? Adashmasam shu tomonda. Kreativ sotib olib keyin
Yur. Mana shu qishlog'idan to'xta, o'rab qo'yaylik qochib ketmasligi uchun. Nega? Qochib ketadi, doim bizlarga kreativ bermaydi. Qishloqqa agar rozi bo'lmasa, Tugadi kreativ deyapti. bermadi. Tugadi deyapti-ku bu. Qani kelchi. Hoy, nimaga tugaydi? Bizlarga kelandi, ha? Ey, bizga kreativ bersan, eshitdingmi? Ha, bo'ldi. Nima qochyapti bu? Pidi qumabga o'rab qo'yaylik. Senga gul bermay guldi. Ol. To'xta, bu yemas ekan-ku. Ha, Ana tepadagi. bilmagandim. Hayla. Zo'r yidil. Qani u? Mana tepada. Ha, bo'ldi, topdim. Mana. Seni uryaptimi? Ha, menga bermay yo'q deyapti. To'xta, pastga tush. Tinchgina pastga tush. Hozir men bunga kreativ sotib olishni majburlayman. Albatta, zo'r bo'ladi. Bo'ldi, tushirdim. Yana chiqib oldi. Hoy, Jitel, sen bilan yaxshilikcha kelishaylik. Yoki o'zingdan ko'r. Mana. Bu bobomning kirkasi, bizga kreativ ber. Mana senga tashlayapman. Tashladim. Ey, kreativ qachon tushadi bizlarga? 5 minutdan so'ng. Xo'p. Xo'sh do'stlar, bizlar kutamiz. Hey, Frans. Ey, ketishib qolyapti-ku. Yur uyimizga. Hop. Ketdik. Go. Sen uyingga bo'pti. Ertaga gaplashamiz. Bo'pti. Do'stlar, o'zi kech bo'ldi. Ertalab gaplashamiz. Hamma yerda. Xo'sh do'stlar, mana turdik. Pidi Frans. Qara, bizlarga kreativ berishdi. Voy bosh. Endi bugun qishloqni to'g'rilaymiz. Yo'g'i? Go! Avvalo bu uylar buzib tashlaymiz. Bizga faqat ikkita uy kerak. O'zimizniki va boshqalarniki. Men qurishni boshladim. Xo'sh, bularni bunda olib Uylar tashlaymiz. tekslash kerak ekan. Bunda qo'yilamiz. Olib tashlaymiz, bunda qo'yamiz. Ana do'stlar, chiroyli. Men ham o'zimkini qilaymi? Yo, meniki yoqdimi? Seniki yoqibdi. Unda men bu uylar qilaman. Xo'sh do'stlar, bizlar mana shu yerda o'zgartiramiz. Bizlar buni yangi uy qilamiz. Video davomida ko'rasizlar. Xo'sh. Mana. Hozir do'stlar, deyarli shunday qilamiz. Uyimda qilib bo'lganimdan so'ng videoni yoqaman. Xo'sh do'stlar, uyimni bitirdim. Mana. Bu ham bitirdi. Mana break uylarni qildik. Hokimga yoqsa kerak. Xo'sh, endi hokimni kutamiz. Hokim janoblari bizlarga xat tashlash kerak. Bizlar narsalarni solaylik. Uyim juda ham zo'r chiqdi-ya. Ha, nimasini aytasan? Hokimga yoqishi aniq. Ana, samolyotning ovozi chiqyaptimi? Ha, shunday. Yomg'ir yog'yapti-ku.
Hokim deb o'ylabman men. Do'stlar, yomg'ir tingandan keyin sizlar bilan ko'rishamiz. Qani, let's go. Hoy, Bidi. Bizlarning kreativimiz tugabdi. Nima qilamiz endi? Hokimni kutishimiz kerak. Xo'p. Men uyda bo'lib turaman. Uyingga kir. Hokim Yomg'irdan kelganda videoni yoqamiz unda. Xo'sh, do'stlar, mana bir soat bo'ldi, hali yomg'ir tingani yo'q. Frans uyda uxlayotibdi. Hoy, kim edi bu? Hokim, keldingizmi? Ha. Voy, bunchalik sovuq qishloq. Bunaqasini men ko'rmagan edim. Sizga yoqdimi? Ha, albatta, bu qishloqni endi buzmaymiz. Rahmat. Hayır. Sizdan minnatdorman. Bo'pti, ko'rishguncha. Hop. Xo'sh, do'stlar, bizlar uyimiz hokimga yoqdi. Shu video qancha like yig'sa, keyingi videoni olamiz.